nega aynan Hamalvan Groupni Hamshahar loyihasi bilan ish olib bormoqchisiz va Hamshahar loyihasi nimalar bilan ajralib turadi boshqa proyektlardan? Reklama bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu birinchi kompaniyam emas ishlab turgan. Bu katta proyekt. Bu proyektning ichida, Hamal Groupning ichida bitta proyektlardan birisi Hamshahar, ya'ni ambasador bo'lganman. Plus juda ham katta proyekt va nafaqat men, balki Yulduz Usmonova ham ko'p san'atkorlarga sponsorlik qiladigan katta proyekt. Nima uchun ular bilan ishlaymiz? Chunki juda ham ishonarli. Hamshahar ochilish marosimi aynan konsertingiz tugagandan so'ng to'g'ri kelyapti. Sizda ochilishga hayajonlar bormi? Albatta bor. Mana shu konsertimni tugatib olsam, keyin Xudo xohlasa borib, albatta ochilishda qatnashamiz. Sizlar ham kelinglar.